Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hamma sog'-salomat yuribdimi? Kanalimni kuzatib turganlar ko'pchilik bilsa kerak. Suv bilan ishlaydigan loyiham bor edi, ya'ni suv bosimi orqali elektr energiya berilgan. O'shani takomillashtirib, hozir kislorod bilan ishlaydigan qilib rivojlantirdim. Yaqinda patent markaziga borgandim. Patent markazi aytayaptiki, loyihang haqiqatdan ishlasa, kichik maketini ko'rsat, istalgan miqdoringda investor bo'la olaman, istalgan summangda deyapti. Menga ma'qul keldi bu narsa. Kichik variantini yasab turib, o'sha patent markazi idorasidagi borib, bu xususiy idora, davlat idorasimiz, to'lov qilinadi, misol uchun patent qilib beriladi loyihani, proyektni. O'shaga investor izlab yurgandim. Investor hozircha amalga oshish arafasida turibdi. Uning yaxshi tomoni, loyiha tezroq ishga tushadi va chekka qishloqlardagi xonadonlarda arzon elektr energiya bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. Elektr energiya narxi ham juda arzon bo'ladi bunaqa holatda. Agar davlat oladigan bo'lsa, davlatga ham sotish imkoniyati bor. Hozir ham davlat olyapti quyosh panellaridan. Ya'ni quyosh panellaridan elektr energiya sotayotgan tadbirkorlardan energiya olyapti. Bu energiyani kilovatini yuridik shaxslardan 750 so'mdan, jismoniy shaxslardan 1000 so'mdan olyapti. Jismoniy shaxslardan 1000 so'mdan olganimni, lekin bitta tomoni bor. 50 kilovatgacha oladi jismoniy shaxslardan 1000 so'mdan. Undan yog'ilolmaydi. Yuridik shaxslardan esa cheklanmagan miqdordan 750 so'mdan olyapti. Xo'sh, meni proyektim hozircha ko'zlangan maqsad 60 kilovatdan 80 kilovatgacha berish kerak soatiga. Agar 60 kilovatdan hisoblaganda ham 750 so'mdan hisoblasa, 24 soat ishlashni ham hisobga oladigan bo'lsak, kuniga 1 million atrofida daromad qolishi mumkin. Kuniga 1 million so'm atrofida. Agar ushbu proyektga yana investor bo'lishga tayyor bo'lgan odamlar bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqing. Men hozir topgan investorim kichik proyektini unga ko'rsatishim kerak. Unga kichik proyektini ko'rsat. Lekin yomon tomoni shundaki, u qanday ishlashni menga ko'rsat, deyapti. Eng xavfli tomoni ham shunday. Ya'ni ko'p ixtirochilar proyektni kimgadir oshkor qilib, uni qanday ishlashini ko'rsatish orqali loyihasini o'g'irlanishiga olib kelgan, o'zlari bilmagan holatda. Shu tomonlari ham bor. Qo'rqinchli tomonlari. Loyihani